Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan doktor Jonzoqov. Bugungi mavzuyimiz bu demak gaymarit haqida aytib o'tmoqchi edim. Shunaqa mif yuradi xalq orasida, agar bir marta yuvdirsa, bir marta tekshirsa, yana qaytib gaymarit bo'lib qolaveradi. Lekin har doim yuvdirishing kerak, har doim tekshirishing kerak deydi. Bu yolg'on gap. Unaqa narsa yo'q. Va shu haqida gapirib o'tmoqchi edim. Ya'ni gaymaritni qanday qilib davolash kerak? To'liq undan qutulib ketsa bo'ladimi? Qanaqa yo'llari bor? Mana shu haqida gapirib o'tmoqchi edim. Demak, gaymarit bu o'zi aslini olganda gaymer bo'shlig'i, mana bu yerda ikkita gaymer bo'shlig'imiz bor. Ya'ni yuqori jag' bo'shlig'i deymiz buni, yuqori jag' suyagi bo'shlig'i. Aynan mana shu yuqori jag' suyagi bo'shlig'ini yallig'lanishi deyiladi. Bu kataral bo'lishi mumkin. Ya'ni oddiygina o'sha burunda shamollash, gripp bo'lgan paytida ichkari bu shilliqdan iborat tishib ketishi mumkin. Bu bo'lishi mumkin, yeringli bo'lishi mumkin, demak o'sha polipozli bo'lishi mumkin. Demak, odontogen, ya'ni tish, yuqori jag' tishi, tishni plomba qo'ydirgan paytingizda, demak, kanal orqali demak, yuqori jag' bo'shlig'i, ya'ni gaymer bo'shlig'i o'tib ketishi mumkin. Xo'p, uni surunkali bo'lishining asosiy sababi nimadan iborat? Bu yerda asosiy sabab birinchisi bu albatta umumiy odamni, o'sha insonni immun sistemasiga bog'liq. Ya'ni noto'g'ri ovqatlanish, haddan ziyod ko'p shirin yeyish, undan tashqari gemoglobin miqdorining kamligi, ya'ni kasalga tez chalinuvchan bo'lish. Mana shu sabablar kasalga tez chalinuvchan bo'lishga olib keladigan holat. Ya'ni o'sha gripp. Shunday odamlar bor, biz oldimizga keladi, har 2 oyda gripp. Har 2 oyda gripp va aytamizki, anaqa narsalar qilinglar, bunaqa narsa qilinglar deb tushuntiramiz ularga har doim. O'sha dietani tugatsa, ya'ni dieta deganda biz jo'shqi dieta aytmaymiz. Sekin-asta ratsiondan chiqaringlar bu narsalar deymiz. Misol uchun gluteni ko'p bo'lgan oq non, ayniqsa buxanka non yoki uy nonlarini kamroq iste'mol qilishni tavsiya qilamiz. Bir bo'lakcha. O'sha tushlik payti, ya'ni ujin payti deymiz-ku, ujin paytida demak bir bo'lakcha iste'mol qilishni taklif qilamiz yoki shirinlikda kolaxo'rlar bo'ladi bir xillar. Ularni aytamiz. Har kuni ichyapsizmi? Bir kun iching, bir kun ichmang. Bir kun iching, bir kun ichmang. Keyin undan keyin bir kun iching, 2 kun ichmang. Keyin undan keyin bir kun iching, 3 kun ichmang. Shunaqa qilib bir hafta shunday qilasiz, 10 kun shunday qilasiz, 20 kun qilasiz, 30 kun qilasiz, 2 oy qilasiz, 3 oy qilasiz, 4 oy qilasiz, 5 oy qilib, 6 oy qilib, shu bilan butunlay yo'g'ib ketadi bu odatingiz deb tushuntiramiz. Va albatta natijalar bor, Xudoga shukr. Demak, umumiy organizmni umumiy davosini, ya'ni immunitet pastligi natijasida yuzaga kelgan, demak, gaymarit yuzaga keladi. Ikkinchi sababi va bizga taalluqli, ya'ni lorlarga biz to'g'rilashimiz mumkin bo'lgan sabab bu demak, gaymer bo'shlig'ini o'ziga xos anatomiyasi. Ya'ni gaymer bo'shlig'i bitta teshigi bo'ladi, tabiiy teshigi bo'ladi. U yerda ikkita teshik bo'lishi mumkin. Bu birinchisi. Ikkinchisi burun to'sig'ining qiyshiqligi. Burun to'sig'i juda ham qo'pol qiyshiq bo'lgan taqdirda ham aynan mana shu shilliq chiqib keta olmaydi. Shuni hisobiga, demak, chiqib keta olmasligi hisobiga, demak, bosib qolish hisobiga qayta gaymarit bilan kasallanaveradi inson. Va albatta uni boshqa sabablari ham bor. Gaymaritda albatta bu o'sha umumiy kasalliklar, o'sha spid, sifilisdan keyingi gaymaritlar ham juda ko'p uchraydi. Endi bunaqa holatlar juda kam kelgan. Biz misol uchun sifilis bo'lgan odamni gaymarit bo'lganini ko'rganman va u gaymarit kasalligini davolashdan ko'ra u bilan boshqa kasalliklar ham birga kelgan. O'sha kasallikni davolagan yaxshiroq. Misol uchun jigari bilan, buyragi bilan muammolar yuzaga kelgan, yurak bilan muammolar yuzaga kelgan. Unaqa paytida albatta ular gaymarit bilan davolanishga e'tibor kamroq qaratadi. Chem bunga qaragan. Chunki bu asosiy o'sha juda ham shunaqa bir organlar hisoblanadi. Bu keyingi masala. Endi gaymaritni mana shunaqangi qilib, demak, davolashni yuqori aytib o'tganimda usullardan bittasi bu umumiy va aytganimdek immunitet ko'tariladigan ratsiondan keraksiz ovqatlarni
olib tashlaydigan varianti bor va albatta burunni to'g'rilab o'sha agarda shunaqangi anatomik o'ziga xoslik bo'ladigan bo'lsa, ularni to'g'rilab tabiiy yo'lini yana kengaytirib qo'yish yo'llari bor. Agarda siz surunkali gaymarit bilan kasallanayotgan bo'lsangiz, doimiy bir yilda 3-4 martadan ko'proq kasallanayotgan bo'lsa va sizni o'zi joningizga tegib ketgan bo'lsa, bu kasallik. Marhamat bizga murojaat qiling, biz sizga bunda yordam beramiz. Telefon raqamlarim 97-023-1545. Demak, Instagramim Dr. Jonzokov. Demak, bemalol kelishingiz mumkin bo'ladi. Ish faoliyatimizni Samarqand viloyati Samarqand shahrida Medfas xususiy klinikasida demak olib boramiz. Dushanbadan shanbagacha 11:00 dan 17:00 gacha. Demak, aniq bizlar manzilimiz, demak bu Ablason bank orqa tomonida choraxa bor, Dinamo stadionida. U aynan o'sha joyda joylashgan. Mana shu choraxada yonida joylashgan. Bemalol murojaat qilib kelishingiz mumkin bo'ladi. Baholi qudrat biz sizga bunda yordam beramiz. Albatta anamni yig'amiz, ya'ni bu sizni kasalligingiz tarixini biz yig'amiz. Qanaqa paytida beri, necha yildan beri bu bilan kasallanasiz va ikkinchisi bu albatta biz ko'rishimiz kerak bo'lgan ish bu demak kompyuter tomografiya. Kompyuter tomografiyada aniq demak nima sababdan bunaqa ko'p gaymarit bo'layotganligingiz, ya'ni burun tovonidan aniq bo'ladi. Mana shu narsalarni qilganimizdan keyin albatta sizda o'zgarish bo'ladi va biz davolayotgan, misol uchun bir oyda qish kunlari 100 ta 200 ta gaymaritni davolaydigan bo'lsak, mana bu hozirgi bahor oylarida albatta buning soni keskin kamayadi. Lekin o'sha insonlarni demak gaymarit hayotidan sekin-asta chiqib ketyapti va biz uchun bu juda ham katta yutuq o'zi aslini olganda. Chunki gaymarit kasalligi yuqorida ta'kidlab o'tganimdek juda ham og'riqli, doimiy ravishda burun bitib, pirqillab yuradi, egilsa bosh og'riydi yoki burundan yomon hid kelishni boshlaydi. Mana shunaqangi asosiy bo'lgan muammolardan demak to'liq forig' bo'ladi bu insonlar. Va bu biz uchun juda ham yaxshi hisoblanadi. Azizlar, yuqori ta'kidlab o'tganda agar sizda shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Sizning sog'lig'ingiz siz uchun muhim ekanligini yodingizdan chiqarmang.